Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ның Peygamberi Muhammed'den İmparator Heraklisqa haq yolida mangan hammaylanga salom bo'lsin. Seni va xalqingni islomga da'vat qilaman. Islomga kirgan teskin topidi. Ulug' Allah seni va xalqingni mukofotlantirdi. Arabistondagi yangi bir payg'ambarning degan gaplari bu. Acaba Mesihmo çöllerden çıkıp insoniyatning haqiqatini ep kelganda mushunda hayajon bilan to'lg'anmidi? İskenderiye Patriarxali Muqavqisqa. İran İmparatoru Kisraga, Allah'ның Peygamberi Muhammed seni İslam'a davet kılıdı. Özünü kutkuzuş için İslam'ını kabul kıl. Sizlar cho'llikdan kep, qo'y tegi purab turgan egizlaringlar bilan men Kisroga buyruq qilolmaysizlar. Allah'ның elçisi Muhammed bu huquqni onunğa kim berdi? Allah onu alemlerge rahmet kılış için evetti. İslam dinining maktablari va tarixchilari Qohiradagi Al-Azhar universiteti, Lubnondagi Shialarning oliy islom yig'ilishi bu filmning to'g'riligi va ishonchligini isbotladi. Bu filmni ishlaguvchilar shariat qoidalariga bo'ysunib, payg'ambar alayhissalomni kishi sifatida chiqarmay, faqatla islomiyatga bo'lgan nidosiga yer bergan. İsa'nın tug'ilganidan 600 yil keyin dunyo madaniyatini qorong'ulik besib ketganda Makka Arabistonning muborak tuprog'ida Abdullohning o'g'li Muhammad alayhissalatu vassalam dunyoga keldi. O chog'larda Makka tijoratchilarining davomli berib turadigan joyi bir tijorat shahri edi. Qurayshlar 300 dan ortiq ilohlari bilan faxrlanadi va Makkaning g'ujidori va butun imtiyozlarga sahib bo'lganidan mag'rurlanadi. Bir zamanlar bir Allah'a iman etadigan İbrahim aleyhisselam ve agashkuvchilarning haj ve ibadet qiladigan muqaddas Kabe hozir tosh ve yog'ochdan yasalgan butlarning ve ularga ibadet qiladiganlarning makoni bo'lgan edi. Makka, milodiya 610 yil. Bilal.
Bu yıl san qanchaga yetdi? Aniq emas. Ammo bu yilgi ilohlar hammasi oltindan yasalibdi. Ibodat bilan manfaatni birlashtirgachga sening bakmo ko'nglinga yoqdi, shundaqmi? Ka'bada texmi ko'p ilohlarimiz bo'ladi. Ka'ba ilohlarga to'shib ketadi. Qara, Sham karvoni. Uzun yo'ldan kelibdi. Usab ketgandi. Shimoldagi quduqqa yana 5 odam avatinglar. Ularni qarshi elish uchun yana qancha qo'y so'yay? 70. Yuzni so'yinglar. Biz Makkaliklarning mehmon do'st ekanligini bilib qolsin. Katta boshlarga yana 10 qo'zi so'yinglar. Non va suv beriladi shoiraning uyiga. Ammo nasr va she'r o'ldiriladi vahshiylarcha har kecha. Non degan bo'lsam agarda qasam qilay sizlarga, qildinmi inchkidir u uyda. Oy, yo'lni ichinglar. Yo'lni ichib etinglar. She'r mastonisi Abu Sufyan keldi. To'limi boydir o'zi. Taklif qilsa shoirni uyiga Abu Sufyan bakmi yaxshi qilar uni mehmon. Issiqnonlar, mezilik sharablar. O uyda butun tushlar naqshi bilan boshlanar. Ana shundaq mehmon qilur shoirlarni Abu Sufyan. Qani elib elinglar. Xitoydan kelgan esil rahlar. Bu yaxshi fursatni qo'ldan berib qo'yma. Badadingizga rohat berib, ko'zlaringizda qamash turadi. Ma'unun nimagin? 7 metr. 20 dinar. Abu Sufyan'ın ayolligimi? 15 yeterlik. Bo'ladi xonim. Yaxshi. Ka'ba tangrilarining ehtiyoji bor. Uning xizmatkorlarimi bor? O odam kim o? Ruhimning cho'nqir qismiga qarab o'tdi. Meni bu yerdan ep ketinglar. Nemishqa Muhammad bu yerga keladi. Uni nemishqa to'sib qolmaysiz? U sizning jiyaningiz. Balkim o'zgarib qolar. O'zgarib qolamish. 40 yoshga kirdi. Mumkin emas. O'ylab beqma. U boy ayoli bilan Makkada boyashab turmush kechiralaydi. Ammo u bo'lsa kichik bir o'nkirga kirib kun o'tkazyotdi. Tangrilarga jang e'lon qilish to'limi xatarlik. Uzza bizni qo'g'daydi. Manat boyashadlik tangrisi. Lat oilamizning, qabilamizning tangrisi. Va Huba karvonlarimizga yo'l boshlaydigan, taqdirimizni bekitadigan tangri. Tangrining g'azvini qo'zg'ashqa tavakkul qilg'ili bo'lmaydi. Ahmoqlik, Osiylik qilganlik demak, Tangrini inkor qilganlik demak. shundoq. Ishonamanki bu ishda Muhammad ziyon tortadi. Her daim katta ziyafet tugayanda ko'nglim to'limi yerim bo'ladi. Balkim keyingisini ko'rolmasligim mumkin. Abu Talib. To'xta Zayid, o'zingni besib ol. Muhammad Hiro teg'idan tushdimi? 3 kunning yo'q shu yerda. Yo'q. Uni ko'rmadim. Qaytib kelganda sizniki kelarmikin deb o'ylagan edik. Demak, tex qaytib kelmabdi. 3 kun bo'ldi. Bundaq uzun turib kelishi meni andishiga soldi. Chunki buning nimadan bishorat berdiganligini bilmayman.
inson egiz tog'dan atrofga nazar solgan chog'da dunyoni boshqacha ko'ra oladi. Yaratqan Parvardigarыңның ism bilan o'qig'in. O insonni laxti qondan yaratdi. O'qig'in, Parvardigaring eng karamlikdir. O qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Adiyolning ichida to'xtamay titrayotidi. Ammo gap qildi. Zaid, jiyanim nim bo'ldi, degina. G'arda yolg'iz istiqomat qilayotganda tuyuqsiz yanığı Jibril kepti. Jibril o'qi debdi. Hazreti Muhammad men o'qiyolmayman deb javob beribdi. Jibril yana bir qatim o'qigan. Yaratgan Allohning nomi bilan o'qi. O insonni laxti qondan yaratdi. Parvardigoring eng karimlikdir. İnsonga bilmaganini bildirdi. O'qi. Hazreti Muhammad o'qishi bilan Jibril ketib qopti. Uning Jibril ishkanligini qandoq bilsa, tush bo'lishi mumkin. Hazreti Muhammad g'ardan chiqqanida u ovozni yana anglabdi. Jibrilni yana oldida ko'ribdi. Mayli nagil qarasin, beshini qaysi tarafga bursin, yana uni ko'ribdi. Jibril yana mundaq debdi. Men Jibril. Ey Muhammad. Sen Allah'ның payg'ambari va elchisidirsan. Bularni yani kimga dedi? Ayoliga, Aliga va yaqin do'sti Abu Bakriga. Sen mi ba? Men uning bequvag'an o'g'li. Sırtlarda gap sözünge dikkat kıl. Onun etken, onu kiçigidin tatıp qoğdap kelgen tağısı. Yani qoğdaydı. Değildi ki, Musa'nın ilahi lavıldap turgan ottun, nida kıganmış. Eğer sen Cihan'ın tosumusan, biz tosumuz. Şehrini parakende qilib, oilani bölüp etdi. Onun sebebinden evlatlar dadları karşı çıkıvatıdı. Yaşları sözlavatıdı. Halımısa, anlımısı mı boludu? Biz Arablar otalarimizga bo'ysunimiz. Bolalarimiz bizga aql o'rgatanmaydi. Tehi, tünügülü koçudu köygen ademimizni, kandak mı Allah'ın peygamberi dep qabul kılalayımız. Ölgen ceset qaytadan tirilalaydı dep demişdi. Çünkü insanların yaratgan ölükni mi tirildirelemiş. Tanrılar bizni taşlap ketidi. Kelgen hediyeler mi başka taraflarga ketip qaladı. Onunga etqin. Huquq berayli. Xolig'inicha mol berayli. Xolig'ini berishga tayyor ekanligimizni onunga yetkazib qo'ygan.
Ötünüp qalay. Özəngimi, mağımı işçin ağrısın. Qeyri bir adamga kötürələydiğindən artıqını yüklemeken. Balalıqın qoynumda ötdü. Azar yiyişini xalamayma. Eğer ulağı karış çıksan, sana azar berdi. Bana bunu lanet dedi. Kuyaşını sol kolumga, aynı un kolumga dergen tağdırdı mı? Yanılı yolumdan kaytmayma. Allah'ın hizmetini kılıma. Men ölgende halıgını kısan buludu. Ama men hayatlı buludu ikenme, bana itaat kılışın gerek. Nemişqi dadamның ko'ngliga azor bersin. Eğer her gün şarap içip, kichik qimar oynagan bo'lsam, ondan sizlarga yaxshi bo'lgan bo'ladim, shundaqmi? Shundoq qilgan bo'lsang, texim ufkam deb yaxshi ko'ratdim. Hemminglar mening balalarim. Men sana kolumdan kelish chiqildim. Qaraganda yeterlik bo'lmagan o'xshaydi. Hazreti Muhammed bana texim ko'p berdi. U menga yangi bir dunyo berdi. Onu bu yerden qo'g'lib etgin dada. Validning deganini ko'nglingga amma qerinishim. Dadimizni o'ylab qo'y. Uni azoblayotsan. To'xta Uzayfa. Nega borsan? To'xta. Nimishqi buni yangi hukm deydi? Bu ya yangi bo'lmasa. Ammo Makka uchun yangi. Allah burun o'xshash ishni buyurgan. Nuhga, Musaga, Isaga, bütün payg'ambarlarga. Ammo insonlar o'zgartdi. Burmilidi, unutishdi. Bu qatim Allah Muhammad bilan yana bir qatim buyurdi. Kim bu? Ja'far bo'lishi mumkin. O nima? Allah'ның buyruqları. Nahay şefqatlik, mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Күннің nuru öşken çağda. Yıldızlar tökülgen çağda. Tağlar gumran bolgan çağda. Boğaz tögüle taşlı bitilgen çağda. Yavay hayvallar toplangan çağda. Denizler ot bulup lavuldap yangan çağda. Canlar öz qayaşıdı koşulgan çağda. Tirik kömvetilgen kızdan sen qaysı günahın bilen öldürüldün dep soralgan çağda. Namı əməllə içilgan çağda. Asman içip taşlangan çağda. Dozaq qızıtılgan, cennet yıqıllaştırılgan çağda. Her adam özünün qılgan işlerini bölüdü. Allah rast eytüdü. Allah bu ayetler nazlı qılganda sen şu edimtin Cafer. Taң atay dep qaldı. Ammar, sen başta mangın. Ondan sen mang Ja'far.
Ammar. Anang bütün keçi köz yummadı. Kechiring dada. Ne dedin? Yani muhabbet bilen bilemedin. Endi qandaq qilamiz? Keçirgin zorla. Ben kıldım. Bu menin hatalığım. Bizga azaldan yordam qilib kelgan edi. Ammo yerga tushib chaqilib ketdi. U o'zigim yordam qilamidi. Nimalarni deb shiriysan? Haqiqiy ilohni ko'z bilan ko'rgilolmaydi. U loydan yasalmidi. O'g'lim, biz har kuni Tangrini Ka'bada ko'rib turamiz. Sendan ansirayotiman o'g'lim. Sana ziyonkashlik qiladigan odamlarning gapini anglayotsan o'g'lim. Men Muhammadning so'zini anglayapman ana. Şundak. Muhammed'le ait sehi. Tebessümünü hiç kimden ayımaydı. Ama onun oy fikirleri ait xatarlik. Oy fikrlari xatarlikmi? Hech kim osh qolmaslik kerak. Boy kambag'alni aldamaslik, kuchlik, ojizni bozaq qilmaslik kerak. Mana bular xatarlikmi? Qiz ayollarni majburiy to'y qildirilmasligi, tanlash va rad qilish huquqi bo'lishi kerak. Bu kecha mundoq dedi. Qiz bu oqlarni tirik ko'mishni to'xtatinglar. Ben ait telelik idim. Anam bana oğullu tuğup verdi. Shundoq. Ammo bizning tanishish fursatimiz bo'lmasligi mumkin edi. O chog'da senmi tug'ilmayding. Chunki menmi ikki ochamga o'xshash tuproqqa ko'milib ketgan bo'lardim. Ammo dadamning qo'li bormadi. Uchinchi bolasini o'ldirishga qiyamadi. Ikkinchi bolasini ko'mayotganda bu vaqt tuyuqsiz dadamning qo'lini tutyapti. Bütün bu vaqtlarning dadasini tutquniga o'xshash. Ondan onamga aytib berishcha, nayt qisqa bir vaqt dadamning qo'lini nayt ching tutibdi. Ammo o'g'lim u qo'lni ajratibdi. Men tug'ilgan chaqda undaq ishni yana bir qatim qilolmayman deb vaqirgan peti dadam uydan chiqib ketibdi. Sümeyye. Kaidimiz şundak. Ammo bu xato. Bular ruxsat qilgan Tangri hargiz iloh emas. Hazrati Muhammadning yana berishga va'da berib qo'ygan edi mana. To'plashib ibodat qilamiz. Baxin. U yaxshi odamkan. Şundak. Bağın balam. İki kishi uning iziga tushyapti. O'qishmi? Muhammad bir qora qo'saq tursa. Ammo u so'zlayalaydi. Nima deding? So'zlayalım da? Sen mi so'zlayalasan o? Qani so'zlab boqan yosh yigit. Muhammed nima deydi? Ular Allohning so'zlari, Hazrati Muhammadning emas. Qaysi Allah? Nima so'zla? Demak, sizlarning tangringlar gap qila olaydi, shundaqmi? O faqatli Muhammedning o'ziga gap qilgani. Allohda vahiy kelganda Muhammad har bir so'zini esi tutib olib, yeziq o'qiydiganlarga xotirligizdi. Mana bu Qur'on. Muhammad vahimida qolg'achqa tush ko'rishga boshlabdi. Ko'zlari yumuq holda o'zini adyalga yo'g'ibdi. Ko'zlari yumuq bo'lsa-mu, qalbi ochiq. Sen bu bilarmani toza qo'ygan. Unda qilish hojat emas. Muhammad shuni bilamdi. Biz ilohlarimizga xizmat qilib yashaymiz. Makkaning sohiblari mana biz. Her yili karvonlar Arabistondan Makkaga haj va tijorat uchun keladi. Endi biz qo'pib 300 tangrimizni tashlab birli tangriga ibodat qilamdiq. Texi Toifdimi, Madinadimi,
Hatto uyimdimi ko'ranmaydigan bir tangriga. Uni har yerda deysizlar, ammo hech qaysimiz ko'ranmaymiz. Buni qabul qilsang, Makkaning holi nima bo'lmoqchi? U tangrilar ham bizning dinimiz, ham kirim manbayimiz. Allah'ın ilim setim qığıl bo'lmaydi. Yosh yigit, sen o'zingni qamchiq zo'rlayapsan. Ammar. Obdan o'ylashgin. Bir ishni tushunamadim. Muhammed sizlarga qo'lning g'ujidari bilan baravar ekanligini aytib demiş. Ondaqda men setib olgan qo'l Bilal bilan men baravarmi? He. Muhammed deydi ki, bütün insanlar Allah'ın aldığı beraber. Qullog'i va yolon to'shlarga to'lim yaxshi gap bo'pti. Xo'raklari o'sib qolg'idek emdi. Bilal. Bununla qo'l bilan g'ujidar arasidagi farqni obdan bildirib qo'y. Qamchi bilan toza ur. Balkim o'shini tepib qola. Urdavotima. Ur dedim. Anlamadın mı? Tez ura. Urdavotima. Böyle, çapsamur. İtaat kılın. Bombus ulasını öldürüyordu da. Nima qilganini hammanglar ko'rdinglar. Qullarimizga ta'sir qilibdi. Unutma, agar sening bir ilohing bo'lgan taqdirdimi, u sening xo'jayinining ilohi bo'lishi kerak. Men seni setib olganda insonligingni setib olgan. Seni o'zim o'ngshayman. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Digine kim en kudretlik? Allah. Fakat birle Allah badır. Allah yekigalıdır. Yoğan taş hep gelin la. Tez. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Allah yekigalıdır. Edibini toza beringlar. Xo'jayinlar. Abu Bakr bu qo'l uchun 100 dinar to'laydi. Jazolayotgan qulni setish qoidaga mos kelmaydi. Undaq bo'lsa 200 dinar. Qaroringizni bering. Qullarning bahosi bundoq o'sib bo'lmaydi. Bo'lmasa kelar yili ishimizni o'zimiz qilishimizga to'g'ri keldi. Allah yekigalıdır. Etket. Onun ihtiyacım kalmadı. Öldüremse ne mi kılsan ihtiyarın. O'zimizni oshkor qilaylik. Alloh payg'ambar Muhammadga islomiyatni oshkor qilishga buyruq tushirdi. Derazini ichinglar. Butun dunyo anglasin. Endi qorong'ulikdan chiqdik. Allohning so'zini anglanglar. Allohning payg'ambariga ergishinglar. Allah en keremlikdir. Allah yakki yiganidir. Muhammed onun elçisidir. Hamma ishni Allohning ismi bilan boshlanglar. Davom qilishimiz uchun bismillah.
Qarang'ılıqdan chiqishimiz uchun bismillah. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh. Biz bilan Ka'baga kelinglar. Bizga qo'shilinglar. Anladınlar mı kırımdaşlar? Muhammed tanrılarımızı karlavatıdı. Bunun herkes mi yok koymayız? Bunun yol koyamayız. Ulanı Kabe'ge yakınlaştırmanglar. Dininlarni ve Tanrılarni qo'g'danglar. Yol koyamayız. Allah yegiganıdır. Muhammed bunun elçisidir. Allah yegiganıdır. Muhammed bunun elçisidir. Allah yegiganıdır. Muhammed bunun elçisidir. Allah yegiganıdır. Muhammed bunun peygamberidir. Odaylı. Allah yegiganıdır. Muhammed bunun elçisidir. 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 Muhammed Allah yegiganıdır. Muhammed Allah'ın elçisidir. 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 Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bularning adibini berib qo'ygan yaxshi payt keldi. Naq 30 odam ekan. Yo'q. Yetarlik bo'ldi. Oshirib etsak, ularga tarafdor to'plab bergan bo'lamiz. Bo'ldi, ichib etinglar. Allah yegiganıdır. Muhammed bunun elçisidir. 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 Nahayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ulağı degen, ey kapırlar, ben sizlerinin putlarına ibadet kılmayman. Kirgizmanglar. Sizler mening ilahimga ibadet kılmaysizlar. Buni o'ltiringlar. Peygamberimizni qo'g'danglar. Allah'ın peygamberi, chatga chiqib eling. Allah'ın peygamberi. Hamza! Hamza! Sen nahayeti cesur ekansan. Çöldeki en cesur adam bu. Elbette kolunda koralı yok aciz adamların aldida. Sening Muhammeding bir yolg'onchi. Yalğancı? Onu gap qilib qo'ymagan tursanglar. Kim yalğancı, kim rostchil? Gap qilmay turib belgili bo'lmaydi. Muhammed saxtikorning birisi. O'rningdan tur. Nochi bo'lsang meni ur. Menmi jiyanimning deganlariga iymon etaman. Uning deganlarini deyman, qilganlarini qilaman. İlişkisi bağla. Mana men bilan erishsin. Men bilan.
Ey Muhammed aleyhisselam, keçileri çölde yalğız qağınımda düşünüp yetdim ki, Allah'ın uluğluğu bu töt damğa hergiz batmaydı. u har kecha may ichib yuradigan, o'zi yolg'iz ovlig'il chiqadigan Hamzining Muhammadga qo'shilishini kimning aqliga kelsin? Biz qanchalik hujum qilgan sari, ularning tarafdorlari shuncha ko'paydi. U gaplarni nerdan o'ylab chiqadigandi? Bilmayman. O'qish yezishni bilmaydigan bir odam qandoqmi toqqa chiqib 3 kundan keyin dunyodagi eng go'zal she'rlar bilan qaytib kelalaydi? She'r bo'lsa mayli to'g'ri. Allohni bir davatmamdi. Biz qanchalik kuchliligini bilmay turib, qandoq taqobil turamiz. Muhammad jannat bilan va'da beribdi. Albatta ishonguchilar bo'ldi-da. Undaqda onunğa ishonganlarni voz kechtiramiz. Başta acizlardan başlayımız. Nöbet sana geldi. Taza Keran'la. Allah'ım merhamet kılın. Ana! 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 Tanrın kim? Digine. Tanrım hubalde. Digin. İlahe illallah. Muhammeden Resulullah. Ana! Çıkınla. Ammar,
Gepimni angla. Anang bilan dadang islomiyatning tunji shahidi bo'ldi. Ular jannatga ketdi. Qachongacha azob chekisizlar? Payg'ambar alayhissalom Makkadan ayrilishimizni aytdi. Bu yerda qolsanglar, sizlarni bir-birlab o'ltirib yetidi. Payg'ambarimizning aytishicha, Habashistonda bir xristian podshohi bormish. Uning davlatida hech kim adolatsizlikka uchramaydi ekan. Darhol yo'lga chiqinglar. Bugunlar. Otliqlar kelyotidi. Allah karimdir. Emdi mangayli. Izlarga tushib arqadan mangdoq, ammo tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Ular shu cho'lda edi. Sening olqinining ichida. Ammo sen qochirib qo'yibsan. Men qochirib qo'ymadim. Ular yo'qolib ketdi. Muhammad bu yerda qilib, ojizlari ketibdi. Ular nomimizga dog' tushirdi. Biz bo'lsak durust tijoratchilar. Ilm setiqlarimizmi uyg'un. Biz nomusga qilishni xohlamaymiz. Habashiston. Amir, sen Habashiston podshosi bilan do'st. Shundaqmi? Shundaq. Bu do'stlikdan foydalana olamsan. Ularni qaytarib kelalaydiganligimga ishonaman.
Әмсә, yo'lga chiqqin. Beşiğini götürgün. Bilesen, aramızda sen sorusan berelmegidek nersi yok. Alileri, gepni nereden başlaşını bilemedim. Ondaqda dostluğumuzdan başla. Mekke'den bazı esirler geçip ketken idi. Anlasak, sizin devletinizde panalık dilavitipti. Əsrini qaytırsak boludu. Ama onun bədlige bizning əsirlimizin talep qilimiz. Şundak alileri. Ama ulanın arasında erkin adamlar mı var? Bazı isyankarlar. İsyankarlar mı? Şundak alileri. Arabistan'da bir qalaymaqanchilik boldu mu? Nimişki mening xabarim yok. Bula din doğrusu da isyan kıldı. Bu her zaman yüz bergen. Bütün dinler isyan bilen başlagan. Dunyaga ait bolgani vücutlardır. Fakat şunun kılık vücdarlı kılalayımız. Ama ruh bolsa isyanның koyları. İsa bolsa Allah'ın padicisi. Ular Hristiyan emas. Atalarının itikadına karşı çıkan Araplar. Bir saranga geçkenler. Onu teki peygamber deyişidir. Ama ularning sözlerini anlamay turup bir nima diyemeymen. Qara, egilmedi. O isyankar ruhları hemen ulanın beşiği çıkıdı. Sizlar peygamberlarımı igilmemdinglar. Muhammed bir bende. Biz fakat Allah kılı ilgilimiz. Muhammed'nin möcüzleri kini Cafar. Eğer o peygamber boğan bolsa, asmanını çaknıtıp etmemdi. Bu kollarına bir işarettir. Allah peygamberlerge möcüz yaratish kudretini bergen. Peygamberimizin möcüzesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap. Okuş yazışını bilmeydiğin bir adamın yazgan kitabı. Bence bulanın sözünü yetkice anladınız. Men möcüzlerge işinimen. Dünyadaki başka tıllarını anlap düşensun dep. İsa'nın şagirdleriga otdun yasalgan tıllarını berdi. Ama hazırkı zamanımızda bundak möcüzler yok. Boldu, yeterlik anladım. Digerlerinler toğlu mu, ahmakale. Koy bitinglar. Zulüm uçurga vaqtimizda peygamberimiz bizge Habeşistan berinlar. Adil padişahning devleti. Hiç kimge adaletsizlik qilmaydi degan. Jazaga layık bo'lmagan bo'lsa albatta jazolanmaydi. İsyankarlık üçün. Peygamberler neymiş kımana evetti. Çünkü sizmo bizge o'xshash yegan Allohning kitobiga ishonasiz. Qalbingizdagi iymonning kuchidan bizni qo'g'daydiganligingizga ishongan edi. Bularga gap qilish cho'lda suv izdiganga o'xshash. Ularning gepini ahirgacha anglash mening majburiyatim dostum. Sözünü davamlaştır. Yıllardan beri taşqa, yağaşqa ibadet qilib kelgan edik. İlahlarimizni o'zimiz yasadik. Allohning mavjudligidan xabarsiz yashadik. Qonunlarimizni insonlar bekitdi. Allohdan kelgan hech qanday narsa yo'q edi. Baylar kambag'allarni unutgan edi. Ish og'ritish hissi yo'qolgan edi. Biri yiqilsa hech kim qo'l uzatmaydi. Alloh bizni buningga o'xshashlarning qo'lidan qutuldirish uchun birini avatdi. Uningga qilich tegishliklarni o'rgatdi. U bizga yetkizdi. Muhammedga ishonamiz. Allohning elchisi ekanligiga iymon etamiz. Dininglar nemaga buyuruydi? Alloh va payg'ambarga iymon etishga, zina qilmaslikqa, haromga qo'l uzatmaslikqa, zulm qilmaslikqa,
qo'shnilarimizga yordam qilishga, rost gap qilishga buyuruydi. Bir kurimsirashnimi yordam qilish bilan tang deydi. Ayollarga yomon muomala qilmaslikqa, yetimlarga ega chiqishga, yog'ochdan yasalgan tangirlardan yaxshilik kelmaydi deydi. Dinimizga yana til tekkizishiga chidab turolmayman. Biz qadimiy bir madaniyat. Tangrilarimizga tosh, yog'och deyish nodonlikdir. Bizning ibodat qilganimiz ularning shakli emas, balki ichidagi ruh. Butparastlikning xato tushunilganligi to'g'risida san qo'shilaman. Rahmat. Qani, endi ayollar to'g'risidagi gaplarni anglab baqayli. Allah ayollarni erlarga hamroh bo'lsin deb yaratdi. Ayollar farqlidir, ammo baravardir. Baravar? Biz ularni setib olamiz. Kiydirimiz, yigizimiz, ishlatimiz. Ondan ularni tashlaymiz. Ayollar biz bilan baravar. Allah insonni bir er ve bir ayoldan yarattı. Emir, bütün ayollarga seni to'g'ib cho'ng qilgan onangga o'xshash hurmating bo'lishi kerak. Onun bir tanrısıdan buncha ular güzel sözler çıkan yerde sizlerning 300 tanrılarning tili tutulup kaldı mı? Allah burunmu bizga so'z qilgan. İbrahim, Nuh, Musa ve İsa orqali hamda Muhammadni avatsa, buniga nimishga hayron qolasizlar? Bu isimlarni sizlarga kim o'rgatdi? Bularning hammasi Qur'onda bor. Muhammed kichikdan bir yetim podsho edi. Nim bo'pti? İsa mı yog'ochchi edi? İsa'nın sözleri bilen sizlarning Muhammed'in sözleri bir chiroqdan chiqqan nurga o'xshash. Ular yolg'on so'zlar aytadi. Ular sizlarni 3 tanrıga ibodat qiladi deyishadi. Dada, o'g'il va ulug' ruh. İsa haqida qanday qaraysizlar? Allah'ның o'g'li emas. İsa'ni Allah'ның o'g'li emas deyishadi. Bana İsa haqida aytib beringlar. Allah mübarek ruhni Meryem ismlik yatliq bo'lmagan qizning rahimiga opiridi qildi. Ondan u qiz İsa ismlik Allohning payg'ambarini tug'di. Qarang, Allah'ның o'g'li emas deyapti. Sizlarning mo'jizanglar. Qur'on Karim İsa'nın tug'ilishini qanday tasvirlaydi? Sözmü söz tekrarlab beraymi? Yaqin kela. Qur'on Karimda Meryemning hikoyasini mundaq bayon qiladi. Eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Meryem oilasidan ayrilib sharqqa bordi. Biz uningga Jibrilni avatdik. Jibril Meryemga erkak inson shaklida ko'rindi. Meryem, Allohga sig'inaman. Agar Allohdan qo'rqsang, menga chiqilma dedi. U chaqda Jibril alayhisalom, "Men Tangringning elchisi. Sana pak bir o'g'il bo'va hadiya qilish uchun keldim" dedi. Meryem, "Mening qandaqmi o'g'lim bo'lsin? Menga erkak zotining qo'li tegib boqmagan tursa" degan edi. Jibril, "Alloh shundoq iroda qildi. Uni Allohning qudratini namoyanda qildigan rahmat qilib yaratdi" deb javob berdi. Sizlar ve bizning aramızda çoğun farkı yok. Mana o'sha siziqchiliklar. Oldimga oltindan tog' paydo qilsanglarmi? Ularni sizlarga topshirib bermayman. Davlatimizda xalqinglar bo'yicha yashasanglar bo'ladi. Erkin holda qanchalik qolganlar bo'lsa, qilinglar. Allah rahmetini sizlardan özüp koymasın. Chidag'usiz siz. Muhammed tarafdoshlarimizni kushkurtiyotidu. Nihoyat yaxshi. Biz uni Makkada yolg'iz qilib qo'yamiz. Tog'isi Abu Talib uni himoya qilyotidi. Shundaqmi? Shundaq bo'lsin.
tağısı ve ciğenini birlikte qoğlab çıkarımız. Hemmisini qoğlaymiz. Onunla işengennin hemmini ketişki mecburlaymiz. Bulağı hiçbir narsa setilmaydı. Yerleri tatı bilinidi. Öyleri beka kılınidi. Bir parçamı nan berilmeydi. Kız berilmeydi. Konu diniği yanğanğı kadar. Onu tutun la! Onu tutun la! Bu Muhammedning eng mushaqqatlik yillari edi. 3 yil bo'yicha ochliqqa, ussizlikqa, yo'qsizlikning zulmiga chidab keldi. Ammo eng azob oqibat yillarni texi boshdan kechirmagan edi. Keyin Hazrati Muhammadning ayoli Xadija vafot bo'ldi. Yashinib qolgan tog'isimi oxirgi nafsigacha Qurayshliklar bilan Muhammad alayhissalomning munosabatini yaxshilashga tirishdi. U sizlardan ortiq narsa talab qilmadi. Faqat bir kalimani qabul qilinglar dedi xolos. Bir ilohni. Bir emas, onu bo'lsa-mu qabul qilatdik. Ammo tangirlarimizni inkor qilishimizni talab qildi. Buni qandoqmi qila olamiz? Sizlar qo'rqdinglar. Anlashqa jur'at qilolmadinglar. Tog'isining vafot bo'lishi bilan Muhammad alayhissalomni qo'g'daydigan odam qolmagan edi. Makka amdi bexatar emas edi. Beqilgan o'g'li Zayd bilan bir tog' kenti Toyibga bordi. U yerda o'ziga ishonishga, nasihatlarini anglashga da'vat qildi. Ammo Toyibdagi bolalar uningga chamma kesak etib, uni shahardan chiqib ketishga majburladi. Nima qilyapsizlar? To'xtanglar! Atmanglar! To'xtanglar! Atmanglar! Bunda qilmanglar! Atmanglar! Hamon bir kun pushaymon qilasizlar. Atmanglar! Bunda qilmanglar! Atmanglar! To'xtanglar! Atmanglar! To'xtanglar! Atmanglar dedim. Atmanglar! To'xtanglar! Hamon bir kun pushaymon qilasizlar. Bunda qilmanglar! Muhammad alayhissalom bu kunni hayotidagi eng ochiq kun deb nom berdi. Muhammad alayhissalomning ishongan yo'li mag'lub bo'lay degandek ko'rinishga boshlagan edi. Tuyuqsiz mo'jiz yuz bergandek hamma ish o'zgardi. Boy ko'ringan bilan ichidan tugishib ketgan shahar Madinadan kelgan vakillar umiga bir kechada uning bilan Aqaba jilg'isida ko'rishib, payg'ambarimizni Madinaga taklif qildi. Fitna va ishki urushning oldini olish uchun bir Allohga iymon etadiganligiga va'da berdi. Shuning bilan payg'ambarimiz ularning taklifini qabul qildi. To'xtanglar. Bundaq bir ishni qabul qilsak, boshqa arab davlatlari bilan yiroqlashgan bo'lamiz. Shunglashqa yaxshi o'ylashinglar. Bu so'zning oxirida jang bor. Qarindoshlarimiz bilan dushman bo'lamiz. Ilohlarimizga tosh yog'och deymiz. Va'damizning mohiyati mana bu. Qasam qilsak yong'ili bo'lmaydi. Chunki Muhammad haqiqatan Allohning elchisidir. Shaharimizdagi yahudiylar buni burulli degan edi. Agar shubhilanganlar bo'lsa, hozir kesib bo'ladi. Agar shubhiringlar bo'lmasa, sizlarmi men qilganni qilinglar.
Hammanglarning oldida o'zimni yakka Allohga topshiraman. Hazrati Muhammadning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik beraman. Ular bizden, biz ulardan. Qani payg'ambarimiz va ergashkuchilarini qarindoshlarimizni ilib Madina qaytayli. Hicret yoki Madinaga 70 kishi bilan ko'chish bu dunyoni o'zgartgan bir safar bo'ldi. Kichik guruhlar bo'lib 450 kilometr cho'lni besib o'tdi. Bu safarning ta'siri shunchalik cho'nqur, shunchalik uzun bo'ldiki, musulmonlar kalendarni bu kundan boshlab sanashdi. Ana shu vaqtda islom kelgusini topgan edi. Payg'ambar alayhissalom xatarga tavakkul qilib, bütün musulmonlar Madinaga bexatar bir vaqtgacha Makkada qoldi. Muhammed bir millat quribdi. Bir shaharga soyib bo'ldi. Tinchlik shartnomalarini tuzishdi. Va sen Ibn Salul, Madinaning xo'jdoriman deb yurgan odam, tunigun uxlab qilib, xo'jdorligini tartqizib qo'yding. O'zingning alakchiligida bo'l, Abu Sufyan. Sen bir tomchi zamzamni Shamga berib setish uchunmi uning oldi, ya'ni Madinadan o'tsan? Kelinga ip bog'lash bilan tijoratingga qo'l tiqishning nima farqi? Qandoq qilishni o'ylashyapsan? Hozircha saqlayman. Qanchalik saqlaysan? Sen va butun Arabiston o'zinglarni qo'g'dash uchun uni yo'q qilganga qadar. Saqlag'ash nima qilsa? Hammasiga o'xshash da'vatini qabul qilaman. Tug'ilgandan tortib ega bo'lgan narsamni uningga tartqizib qo'yamdim. Albatta yo'q. Madina azroq o'zgarishga ehtiyojli. 200 limchi. Shundoq. Ammo foydasi bor 200 limchi. İbn Salul duasını qabul qilg'izish uchun kunda 5 qatim yuzini yegurdi, shundaqmi? Shengim kelmayotdi. Balkim biz Muhammedni tezroq o'ltiralisak, unda qilishning hojati qolmas. Shundoq, qaranglar. Muhammedni eng mukammal plan bilan o'ltiramiz. Yetti yigit tanlab chiqdik. Her biri bir cəmiyyətdən. Mening oğlum İkriməmi ularning arasida. Hammasi birlikdə kirib, onunğa neyzi sancıydı. Şəndinlar, şundaqmı? Əgər onu öldürüş məsuliyyətini bölüşsək, heç kimni ayıplamaydı. Mana bu mening planim. Qatnashadiganligimga bir nima deyolmayman. Muhammedning boliqi nurg'un narsadan ifoda beradi. Tushanchalari, so'zlari. Ammo bu eng oqilona hal qilish usuli. Hamda eng oxirgi amal.
Jiyani Ali uning o'rnida o'lishga tayyor bo'pti. Qandoq bir ishonch bu? Yiroqqa berib bo'lanmadi. Izini qo'g'lab mangamiz. Ular cho'qim qumliqqa qarab mangdi. Muhammadni tutadiganlarga yoki beshini ep keladiganlarga 100 to'ga hadiya beriladi. 3 yilisini xohlayman. Muhammad, Abu Bakr va ularga yo'l boshlab mangan yetakchi. Otlaninglar. O nima? Bular otlangan to'gilar emas. Bular xo'rmayapti. Shahardan kelibdi deganlik. Bu yerda nima ish qilyapsan? Madina shimol tarafda tursa. Bu izlarni ular qoldirdi. Men emas. Undaqda g'aribga mengaptimi? Men kasbimga pishiq. Sen havoni purab uchib o'tgan qushni mu topalaydi ekansanmish. Orqada mangayli. Mana mushu yerda ovi ustidagi o'nkirda bo'lishi mumkin. Muhammed! Agar o'zing chiqsam, seni o'ldirmaymiz. Makkaga erib ketimiz. Muhammed, chiqa! İşçide mesken. Ömüçük tortiq buzulmaptı. Bu kaptalar bunda turmay uchib ketgan bo'ladi. İzlerini qo'g'lab mangmay, sharqqa qarab mengishimiz kerak edi. Keçikmi doq, hazır mı yetişeleymiz? Muhammed aleyhisselam bilan ölümning orasidagi orliq faqatli bir o'michik to'ri edi. U hozircha o'ltirilsa bo'lmaydigan odam edi. U yo'l boshlig'uchi Abu Bakr va payg'ambarimizni 6-oyning pishg'irim optipida odam oyiqi bosmaydigan qumliqqa yo'l boshlab, muvaffaqiyatli qumliqdan qutuldi. Madinada mu'minlar uning yo'liga qarab to'rt ko'zi bilan kutib Beshiga bir kelishmaslik gap qilishdan ansirayotgan edi. Biraz ko'rindimi? Yo'q, hech kim ko'rinmaydi. Har doim men faqatli bir inson deydi. Hech bir inson bu issiqqa chidab bo'lolmaydi. Ana o yerda. Ularni ko'rdim. Ular kelyotdi.
nefes bırakmam gerekebilir. Bu muqaddas shahar Madinaga xush kelding ey Allohning elchisi. Buningdan keyin bu sening shahring. Mening uyimda qiling Allohning elchisi. Mening uyim Madinadagi eng go'zal yerda. Bu sharafni menga noil qiling. Qarindoshlar, payg'ambarimiz buncha vala taklifni qandoqmi tanlab bo'la olsin? Payg'ambarimizning to'g'isi nari cho'ksa, payg'ambarimizning o'yi shu yerga silinadi. Agar qo'shilsanglar, to'gini qo'yib berayli. To'gi cho'kkan yerga Rasulullohning uyini yasayli. To'g'ri, shunda qilayli. Shundoq. Hech kim to'gidek yaxshi qaror berolmaydi emasmi? Mana mushu yerga payg'ambarimizning uyini solamiz. Bu yer bizning tunji yig'ilish makonimiz. İslamiyatdagi tunji masjid. Mana mushu yerga bino qilinadi. Muborak bo'lsin! Allah'ın peygamberi kesek toşumaslығы kerak. Bana bering. Sizge bek arg'ulliq yetib qolmasin. Berib o'ltiring. Biz qilayli.
qara, yana to'shyotidi. Ish qilishmi bir ibodatdir deydi. 53 yoshga kirib qoldi. Siz qancha yosh? Bir narsa kam. Balki mu'minlarni masjidga chaqirish uchun bir qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqni xristianlar ishiltidi. Turbuchu. Yahudilarga o'xshash. Dumbaqchu. Do'mboq qon purab turadi. Nemishqa odam ovozini ishlatmaymiz. Ömer ibn Xattabga o'xshash. Agar payg'ambarimiz ma'qul ko'rsa. Seni tanladi Bilal. Meni? Güzel bir ovozing bor. Ovuyaga chiq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Qarindoshlar. Bugun har bir Madinalik bir Makkilik bilan quchoqlashidi. Bir-biringlarga yaqinlashinglar. Quchoqlashinglar. Bag'riga besishib qarindosh bo'linglar. Negir qullar bilan quchoqlashishdan to'ydim. Mani o'qinglar. Payg'ambarlar o'zini o dunyoga atab demiş.
Oğlum qayerda? Sarangdak ibodat qilyotidi. Ishlar yomonlashyotidi Abu Sufyan. Texmo yomonlashdan burun to'sib qilishimiz kerak. Podshohda qonun tuzyotidi. İslamiyatga bo'lgan sadoqat, jamiyat va oilaga bo'lgan sadoqatdan ulug' deydi. Nima? Har bir musulmon bir-biriga qarindosh. Gap uningda emas. Haqiqiy xatarlik bo'lg'ini. İnsoniyatning qonunini o'zgartmoqchi bo'lyotidi. Qo'shnilar hamma narsani o'rtaq bahrilanish deydi. Buningga faqat saranglar ishonadi. Islomga kirgan xristian va yahudiylarni qo'llaymiz. Xristianlar va yahudiylar barobar muomalaga sahib bo'ladi. Ay Allah tekin miraslarni ölüş eleydikenmiş. Hem de tögülaymak berildiğe okşaydı. Bu saranglikni mi qildi? To'gilak ortiq yuk yuklansa bo'lmaydi ekan. Shaharni qaytadan quryotidi. Mening shahrimni. Lanet bo'lsin. O'g'illarimizni tatib oldi. Kelgusimizni vayron qildi. Bu onun to'g'ri bo'lgan bilan bizga xato. Bo'ldi bas. Endi ushaq-tushak ishlar bilan bo'ldi qilmaymiz. Makkada qo'yib ketgan nemisi bo'lsa, hammani tortib olamiz. Uylarini sotamiz, gilamlarini, oltinlarini, hamma narsasini Sham karvoniga sotamiz. Do'stlar, so'zimni anglanglar. Makkadan xabar ep keldim. Sizlar tashlab ketgan hech nimanglar qolmabdi. Abu Bakrning do'konlari, payg'ambarimizning uyi hammasi setilibdi. Har birchini qachanglar, har bir parcha giliminglar, hamma narsanglar bozorga selinibdi. Endi hech nimanglar qolmadi. O'z meninglar uchun jang qilmamsizlar? Jangdan so'z ochgan kim o? Sening boshqa charang bormi, Hamza? Payg'ambarimiz jang qilamiz desa, jang qilamiz. Ammo hozircha tinchlikni targ'ib qiladi. Ha, shundoq. Sizlar tinchlikni so'yar insonlar bo'lgandikan, jininglar taqalg'icha chidab turasizlar. Jo. İşanlarını davamlaştırыңlar. Özümüzni qo'g'dishimiz kerak. Siz Allohning elchisi. Bizga haqorat, adolatsizlik qilyotidi. Biz bo'lsak hech nima qilmaymiz. Haqqimiz uchun urush qilishimiz kerak. Ular ochko'zlik yo'lida. Biz Allohning yo'lida. Bilaman. Siz qondan, qilishdan nafratlanasiz. Ammo biz urush qilishimiz kerak. Hamma narsamizni tatib oldi. Endi bo'lsa mallarimizni ko'zimizdan oldida Shamga ippamoqchi. Mallarimizni hujum qilib qaytirib olaylik. Kechiring, hayajonlanib qoldim. Kallamdan o'tmayotidi. O'tinib qolay. Urushaylik.
Ha? Quyoshga qaranglarchi. Namoz vaqti bo'lmadi u. Payg'ambarimizga Allohdan yangi bir vahiy keldi. Jang qilinglar. Sizlar bilan jang qilganlarga sizlar Alloh yo'lida jang qilinglar. Alloh o'rinsiz ishlar uchun jang qilishni yaxshi ko'rmaydi. Sizlar bilan jang qilganlarga sizlar Alloh yo'lida jang e'lon qilinglar. Alloh o'rinsiz ishlar uchun jang qilishni yaxshi ko'rmaydi. Jang qilinglar. Sizlar bilan jang qilganlarga sizlar Alloh yo'lida jang qilinglar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Peygamberimizden her bir Müslümanda talep kılganlarını eğitime. Ayallarga, balılarga ve yaşanğanlarga ziyan yetkizmeysile. Miyiplarını bozak kılmaysile. Yer tervatkanlarga çekilmeysile. Deraxtlarını kesmeysile. Nişanımız Bedir Kudugi. Yesirip'ten haber geldi. Koralınlar, yılınla, teyyarlığla. Teyyarlığla. Muhammed Medine'den yolga çıkıptı. Çoğun karvanga hücum kılmakçı. Tez bolunla. Neçe adam bu? 300 kişi. 2 atlık. Undaqda biz 100 atlıq əvətimiz. Neçə töge? 70. Biz 170'ni tayyorlaylı. Mening jigirimi tögemge şarap ataylı. Ziyafet kılımız. Men cengi bek amrak. Biz çokum kalbi kılımız. Sen Abu Sufyan'ın yeniği bağın. Bedir Quduq tərəfki mansun. Biz qoşunlarımız bilan ətə şu yerdə uçuruşaylı.
Bedir quduqi bu yerda. Muhammadning odamlari bu yerda. Mening karvanim mana bu yerda. Bir kunlik yo'l. Shu yerda yo'liqishimiz mumkin. Men qabul qilolmayman. Bundaq cho'ng bir boyliqqa xatar epkilanmayman. O'tni o'chiringlar. To'gilarga mollarni yuklanglar. Biz g'arib qarab mangimiz, quduqdan yiroqlashimiz. Yiroqlashamsizlar? Bo'lmaydi. Bedir quduqiga berib oldiga chiqsak, ularni kuchli qo'g'lagandek urib qo'g'lay olamiz. Sahargacha yo'l mangsam, Muhammadning qo'shinidan xili yiroqlasha olayman. Sening sharifing qani Abu Sufyan? Sharifim? Mening sharifim ovu to'gilarning ustida. Shundoq men qochaman. Muhammed Bedir quduqlarini egallayapti. O'zini bekadin beka o'limga tutib beryapti. Sarangliq. To'xtash. Abu Sufyan qochdi. Quduqdan yiroqlashib, g'arbga qarab mangdi. Undaqda karvan bexatar. Jang qilishimizdan hojati qolmabdi. Hacit yok mu? Jang qilsak bekadin o'z qarindoshlarimizdan qinini to'kamiz. Oti ve o'g'ilni demakchimu sen? Sening o'g'ling Huzayfamu ular bilan birlikda. Makka sening oilangdanmi bekrak muhim? Velid sening ikkinchi ammo haqiqiy o'g'ling. Men jang qilayli deyman. Keyingi ishni vaqt kelganda o'ylashayli. O'tba hargiz qo'rqinchoq emas. Ati ularning adibini beramiz. Jang qilamiz.
İşinlar tüydü mü? Cenge tayyor bo'linglar. Hammanglar joy-joyiga borsin. Cayınlar kaydınlar. Tez bulunlar. Tez. Tez bulunlar tez. Tez. Muhammed quduqni egallabopti. Suv ichmoqchi bo'lsak, jang qilib oldi ekanmiz. Yaxshi. Undaqda jang qilamiz. Qarindoshlar, quduqni egilladik. Biz Alloh va uning rasulining nomida bu yerda turib saqlaylik. Palvallarınlarını aldığı çıkırınla. Kimsizler? Biz özümüzge okşaş yukarı tabiqatikiler bilen vuruşimiz. Qaytib kelinglar. Karindişim Şeybe. Oğlum Velid. Ve men Ütbe. Sen chiqmagin. Ubayda, men va Ali.
Biz tang bo'ldikmi? Faqatli bir Alloh bor. Muhammad uning elchisidir. O'qiyotchilar, ilgirlanglar. O'qiyotchilar! Nishonga ol! Ot! Ot! İtala! O'qiyotchilar! O'qiyotchilar, chekininglar! Ular qaytadan yig'ilyotdi. İlgirlanglar. Chekininglar! Hücum! Ümeyye! Ümeyye! Bilal!
G'alaba qildik! Biz g'alaba qildik! Payg'ambar alayhissalom seni ko'ribdi. Asirlarni bağlamasin, so'rmasin deydi. Ammo ular bizni bog'lagan edi. Ağamchini yaş. Ağamchini yaş dedim. Ular suba. Yemeklikni bölüşüp be. O'xshash miqdorda bo'lsin. Agar mangsa, sen bu yine de bilmang. Gepimni yaxshi anglanglar. 10 musulmonga o'qish yezishni o'rgatgan asir ozod qilinadi. Nemishqa orqaga inib ketmadi? Meninkini xato deganliklari uchun. Men qoshqonligim uchun. Badr quduqida ular bilan birga tugishim kerak edi. Ammo men karvanimizni va kelgusimizni qutqizib qoldim. Motam naqshisini bu yerda etmasin. Dadamning, qayrindishimning, tog'amning ismini atmasin. Sizlarning menga eskartishinglarning hojati bormi? Muhammad, Ali, Hamza! Öz qo'lim bilan intiqomimni olaman, Hamza. U qotil, vahshiy, qassob, u qonxo'r hayvon. Sen mening dadamni o'ltirding, Hamza. Yo'lva sovchisi. Men seni ovlayman. Arqongdan qo'g'layman. O'z qo'lim bilan tutaman. O'lib qutulolmaysan. Ko'ksingni yerib, yuragingni sug'urib olaman. Qiningni ichiman, parcha-parcha qilib etaman. Hamza! Bo'ldi qil. O'shunga kel. Bundaq ketevasi bo'lmaydi. Biz qilishga tegishli bo'lganini qilamiz. Do'stlarimiz bilan birlashimiz. Qaytida lashkar to'playmiz. Bu qitimqi urush planliq bo'ladi. Hayya alas salat. Hayya alas salat. Hayya alal falah. Hayya alal falah.
Vaba yuz berdimi nima? Nima degan jimjit? Insijinmi yo'q bir shaharga kelib qaptiq. Hamma narsa joyi-joyida. Odam xalog'inicha elib ketadigidek. Hech bir do'konchi do'koniga qarmay yetibdi. Do'konlarni Allohga omonat dedik. Nereden kelding? Yamandan. Makkadan o'tdingmi? O'ta yo'lmi edi? Savolimga tehi javob bermeding. Makkada turdingmi da'vatiman? To'gilarimga yem berish uchun bir mezgil turdim. To'gilarni Makkadagi yaxshi arom oldirgudek boshqa yer yo'q tursa. Shundoq. Makka atrofidagi ahvollar qandaqroq? Sizlar uchun bek nachar. Ular to'plashyotdi. Qo'liga qilich ola olgan har bir yigit Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Bizning quvvatimiz bu yerda. Ularni sal chaqlab qolmanglar. Jasoratini urg'utish uchun Makkadagi har bir uyda muzika chelinyotdi. Avu qulga diqqat qiling. İsmim Vahşi. Hem mahir, hem qu. Yaxshi qarang. Seni azat qilaman. Eg'irliqing bilan tang kumush, bo'yning bilan tang ipak beraman. Qildig'ining faqatla mahoratingni yana bir qatam ishlatish.
Demak, oxiri keldi. Qanchalik ekanligini birdam turib bilamiz. Nahayat cho'ng bir qo'shin. 3000 askar va yuzlarcha otliq. Bədirdə ulan məğlub qıldıq. Ondan keyin 1 yil o'tdi. Badrdagi intiqomlarini og'ili keldi. Uyinglarga berib tayyorlaninglar. Ey Mekke askerleri! Kan qarzini kan bilan to'ligizimiz. Badr quduqidagi o'lganlarning intiqomini elish vaqti keldi. Ana av Hamza. Ko'rdingmi? Shu sening kelgusin. Ubayda. Oviyadagi otliqlarni ko'rdingmi? G'alitiyada turibdi. Ular Xolidning qo'l ostidagilar. Xolid? Uning ta'rifini jiq angladim. Hamza, Nim bo'ldi? payg'ambarimiz ov otliqlarga diqqat qildimi deb so'rayotdi. Diqqat qildim. Bir xil shumliq his qilyapman. Taqqa 50 kishini o'rinlashtirdik. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u yerdan ayrilmaydi. Otliqlarni markazga yaqinlashtirmaydi. Zayd, payg'ambarimizga tayyor bo'ldik degan. Sence qandaq bo'la Hamza? Odam soni bizdan ko'p, ammo yanala adil bir jang bo'ladi. Biz ularni ko'rib turibmiz. Ularmo bizni ko'rib turdi. Ko'rinib turgan hech qanday narsadan qo'rqmayman. U balning nomiga hurra! Payg'ambarimiz ishorat berdi. Ondan hujum qilamiz. Hamza, Qurollarыңlarni tayyor qilinglar. Diqqat! Otlaninglar. Hücum! O'qchilar! Itinglar! Alğa! Hay! Hay!
Hamzini öldürdü. Koklap zerbi bireyli. Kaçmanglar! Arqanlarga yininglar! Arqanlar qaytinglar! Qaçmanglar deyapman! Qaçmanglar! Davomli jang qil! Qaçma! Qaçmanglar! Qaçma! Jang qilinglar! Biz g'alaba qildik. Kaçışkı başladı. Arkadan koğlayla. Qaytib gel. Joyingni midirma. Buyruğumni anglanglar. Joyinglar turinglar. Qaytib kelinglar. Yomon bo'ldi. Odamlarimiz qichiq boshladi. Bu urushda yengildigan bo'ldik. Yo'q, dexe. Peygamberimiz qayerda? O'lgani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Yo'q, u hayot. Davomli urushinglar. Çekininglar! Peygamberimiz yaralandı. Tak çekininglar! Çekininglar!
To'xtanglar! Chuh! Yengiladigan bo'ldik deb o'ylagan edim. Bu sening zapiran Xolid. Muhammed o'lmigicha zafer hesaplanmaydı. Taqı chiqib oldi. Ammo biz maqsadimizga yetdik. Badrning intiqomini oldik. Lekin uning islomiyati tex oxirlashmadi. Uning odamlari bek sodiq. O'lim girdoviga kelibmi, yenidan ayrilmadi. Gapimni yaxshi angla Muhammad. Qanğı qan, canığı can. Badr kunining badiliga Uhud bo'ldi. Bizdan o'lganlarning badiliga sizlarning o'liklaringlar. Bizning shehidlarimiz hammasi jannatga ketdi. Sizlarning o'lganlaringlar jahannam o'tida yonadi. Chuh! Hamza. Hamza. Gapimni anglayotamsan. Hozir yoningda ekanligimni bildingmi? Men Hindi. Hammasi esingda shundoqmi Hamza? Dadam va qarindishimni qantoq o'ltirganing. Mana endi sen o'lding. Qalbim qushdek iniklab qoldi. Anladingmi Hamza? Ammo mushundoqla qutulib ketamaysan. O'lim sana ozliq qiladi. Vahshiy. Uning ko'ksini och. Bo'la. Urushda mag'lub bo'ldi, ammo nima ish qilyapti? Hech ish bo'lmagandek, ya og'diryapti. Sarang bo'la. Qo'shilaman. Mag'lub bo'lganiga xo'shaldek ko'rindi texi. O'lishga tayyor ekan. Mag'lubiyatni Alloh badi deyishyapti. Ular Tangris uchun elishyapti. Ular Makkani fath qilishni xohlaydi. Xalqining hamon erishidi. To'gining quyruqi yagi tekkanda ondan deganlaring bo'ladi. Ularni hargiz bo'sh chaqlab qolma. Buni bilib qilish menga bakmi qimmat to'xtadi. Do'stim. Makka ular uchun nihoyat muhim. Chunki Alloh shu yerda insonlarga nido qilgan. Makka ularga nisbatan intayin muhim, to'limi suyimlik. Bu yil haj qilib bordi. Nima? Tex qurolsiz. Qurolsiz? Abu Sufyan ularni cho'ldala bir taraf qilib etdi. Agar bir odamning Allohga bo'lgan iymoni ularning kichilik bo'lsa, o'limdan qutulib qoladi. Ammo gapingga qo'shilaman. Ularni aniq o'ttirib etdi.
Temkin bulanglar. Aramızda qudrat qulu qilishiga yo'l qo'ymanglar. Ularning maqsadi dal mushu. Allah sana hemrah bolsun. Peygamberimiz onu söydiğalla onunla bayat qilsin deydi. Av daraxtning ostida. Başqa birini əvətibdi. Suheyl. Demek kelishim uchun kelgan bo'lishi mumkin. Muhammed, urushda yengilgandan keyin Makka bilan kelishim tuzmoqchi bo'lgan eding. Sana ba'zi shartlarni qo'ygan edik. Buningga qo'shilamsan. Bu nima? Eng mehribon va shafqatli Allohning ismi bilan boshlayman. Bu shafqatli Alloh kim hamdi? Men uni tonimayman. Buni o'chirib at. Ma'nimi qabul qilmayman. Allohning elchisi Muhammad. Agar buning ishongan bo'lsam, sen bilan urushmay, boshqalarga o'xshash yoningda turgan bo'lardim. Mundaq yaz. Abdullahning o'g'li Muhammad. Amrining o'g'li Suhayl bilan kelishim tuzdi. Bundaq yezilsa texmi to'g'ri bo'ladi. Men shundaq deb o'ylayman. Yaxshi. Mana amdi bo'ldi. Amiz kelishim tuzishdik. Davomli qash qilishinglarga yo'l qo'yamaymiz. Arqanglar yinib, uyinglar qaytinglar. Qandaqli bo'lmasin? Makka bizning uyimiz. Faqatli bu yil. Kelar yil kelib ajinglar davom qilsanglar bo'ladi. Faqat kirib chiqish uchun.
Ammo 3 kunlik qila olaysizlar. Kelishimga 10 yil sodiq bo'lamiz. Bu orliqda hech qanday bir qabila bilan urushmaysizlar. Hech qanday karvonning oldin to'simaysizlar. Biz tarafdagi hech kimga ziyonkashlik qilolmaysizlar. Albatta bu shartlar ikkili tarafga uyg'un. Agar birimizga ziyonkashlik qilsanglar, kelishim oxirlashib urush boshlanadi. Tushunishdik bo'ldimi? On yıl. 10 yıllık sulhi. Bizning bu zamanga ehtiyojimiz bor. Bu zamandan yaxshi foydalanishimiz kerak. Bu mektuplarni payg'ambarimiz yozg'izdi. Butun dunyoni islomga da'vat qildi. Bizans imperatori Heraklisga, Paris imperatori Kisraga, Iskandariya patriarxali Muqavqasga. Alloh sizlarga hamroh bo'lsin. Payg'ambarimiz islomda irqchilik yo'q deydi. Xuddi bir arab, bir ajamdan ustun bo'lmaganga o'xshash. Oq tanlikning zangidimi farqi yo'q. Hammamiz Allohning oldida barobarmiz. O'zing uchun ravo ko'rgan duoni qo'shning uchun ravo ko'rgin. Mayli qaysi dindan bo'lishini qat'iy nazar, qo'shnining ochkaligini bilib turib, kechada uxlay olgan odam hargiz mu'min bo'lolmaydi. Olimning siyasi shahidning qinidan muqaddasdir. O'qishni o'rgangan odam Allohning qabul qilishiga erishgan bandasidir. Shunglashqa o'qishni o'rganinglar. O'rgangandan keyin o'gitinglar. Boshqa dinning kitoblariga, xristianning Injiliga, Yahudining Tavratiga hammasiga hurmat qilishimiz kerak. Keyin o'zgartirilib o'tilgan bo'lsa-mo, yanila Allohning kitobi. Muhammed Aleyhisselam'ın insandan artıp dep oyluvasanlar bombaydı. Bir günü qarısam otun toplab etipti. Ben qılay dep yeniği bağan idim. Nimişqa dep sordu. Siz Allah'ın peygamberi. Otun toplaş sizge yaraşmaydı dedim. Çırayımga qarıp etip mundaq dedi. Allah özünü başqalarının üstün dep oylağanlarını yaxşı görmeydi. Andan berip onun qarab olturdum. Bir dilli qo'ldi kishini tashlab, bütün vücudu bilan qaddini ruslab yenib keldi. Shundoq. Men Allohning elchisi. Ammo men oxiratimning qanday bo'lganligini bilmayman. Emir, yani beni tutqul keldin mi? Yo'q. Meni qabul qilishinglarni so'rab keldim.
Guvohlik bermanki, Allah yakkiganidir. Muhammed Allah'ның peygamberi ve elçisidir. Sizlarga qarshi urush qilganim uchun tavba qilaman. İslamiyatga kirganingda burun qilgan butun ishing afv qilinadi. Kelganda mushularni taqab keptiman. Mayli qanchalik qimmati bo'lsin, hammasini ilib faqir miskinlarga taqitib beringlar. Bunu sizga atayman. To'xta. Sening qiliching islomga qarshi eng o'tkir qilich edi. Allah bilan qasamki, bundan keyin bu qilichni Allah yo'lida ishiltiman. Allah hem ishqi qodir. O'lganlarni tirildiralganga o'xshash. Yo'qitib qo'ygan narsagimi qayta erishtiraydi. 2 yil burun kelishim tuzgan vaqtimizda mag'lub bo'ldik deb o'ylagan edim. Ammo hozir qarab beqinglar. Zafarning ustiga zafar qozonyapmiz. Nima oz? Ebu Sufyan kelyapti. Ebu Sufyan kelyapti. Nemishqa bundaq hurmatsizlik qilasizlar? Men degan Abu Sufyan. Hammanglar hurmat qilishinglar kerak. Biz tinchlik uchun kelishim imzoladik. Muhammed bilan so'zlashgili keldim. U qayerda? Payg'ambarimiz masjidda. Muhammed, kelishimni biz buzmadik. Texmo kuchga ega qilg'ili keldim. Makkaga vakil bo'lib so'z qilyapman. Muhammed, nimishga yuzimga qaramaysan? Ketma Muhammed. Kelishimni qaroqchilar buzdi. Biz emas. Qorong'u bir kecha edi. Qop-qorong'u bir kecha ishkanligiga shohidlik belgili keldim. Barra, bu senin shahring. Uzayfa, munosabatimizda o'ngshig'in. Biz degan tuqqan. Men Makkaning xo'jisi. Meni nimishqa ko'zga ilmaysizlar? Chunki qilgan va'dani buzding. Ebu Sufyan'ның kelib merhamet tilishini faqat o'ylab bakmabdikanman. Ishongim kelmayotidi. Men yengildim. Texi podachilik qilib yurgan birisiga. Sen podachi degan o odamning dini qor ko'shkinidek ulg'aydi. Undaqda ko'zim turlishib ko'rolmay yetibdiman.
Mekkeliklerge itip koygan. Tanrıları öldü. Allah'ını inkar kılmısın. Tez Irak'a kaç. Bommasa her bir Müslüman seni paylap yürüydü. Kilişimni sile buzdunla. Keşkiçe sanımız 10 ming bo'ldi. Hamma qabildan kelyapti. Abu Sufyan geldi. Abu Sufyan geldi. Sen qaytib kelgandan keyin endi urush qilsak bo'ladi. Yo'llan taqaymiz. Uyimiz turib taqabul turmiz. Paydası yok. Ulanın qo'shini bag'ansiri ko'payyotidi. Qo'rqinchoq. Endi uyga qaytib ket. Qo'rqinchoq. Sen degan Mekkening boshlig'i. Holing qarab boq. Ular seni ichidan tugashtirib etibdi. Dadam va qarindishim nimishqa o'ldi. Erimni urushdan qochsin debma. Endi to'sib qololmaymiz. Makka ishg'ol qilindi. Yo'q. 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 Bu kecha mush yerda chidirib qurmiz. Makkani ko'rib turibdiman. Gerçi oldi tag'la bo'lsimi. Shunchalik jiq gulxan borki, sanab bo'lolmadim. Nima degan go'zal. Ularni qo'g'lab chiqargan vaqtimizda Makkani mo billa ip ketganligini tushunib yetolmagan edim. Yoqqan nenining furqinib turyapman. Shundoq, ularning buzib etishni o'ylamaganligini ko'rsatib beradi. Sababini bilaman. Tomlarda, eshiklarda qon izi qolmaydi. Ular bilan yana so'zlashib boqay. Meni uning yiniga ip bağın. Şehirni bizga o'tinib beremsen. Bir parça non mu bermidinglar? Tushundim. Meni o'ltirishga qaror beribsizlar. Nima demoqchi bo'lsang degan. Atrofda yiqilgan gulxonlarni ko'rdim. Ularga qanchalik kuch berganligini tushundim. Sana qarshi turolmaymiz.
Agar sen qabul qilsang, Yani bu yerga kelib shart qo'ygandak jasorating bor, shundaqmi? Hech uning kim ekanligini tushunib yetemedingmi? Muhammad. Kallamda yana bir shubhi bor. Kallani kessem o shubhimi yo'q bo'ladi. Xolid, islomda majburlash yo'qdir. Ba'zilarning iymon etishiga yillar ketadi. Yani ba'zilarninkiga necha minutlik kifoya. Vaqt soatni bekitganmi Alloh. Shunglashqa shubhisiga hurmat qilgin. Sen zangi qo'l. Eng yaxshi maktab ishkansan. Men Alloh qandoq yaratgan bo'lsa, shundaq. Shundoq. Tangrilarimning foydasi bo'lgan bo'lsa, bu chaqqicha yordam qilgan bo'ladi. Hech qanday zo'rlash bo'lmasdan shahodat beramanki, Allah yakki yeganidir. Ve sen Allah'ның elçisi. Ketişim gerek. Geldi. Ulan kilovatıdı. Üç taraftan kilovatıdı. Kaçınla. 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 Ulan kilovatı kaçınla. Ulan Kaçınla. Kirib ketinglar, tez bo'linglar.
Hech qandaq bir ishik majbur ichilmaydi. Hech qandaq narsaga buzg'unchilik qilinmaydi. Hech kimga ziyonkashlik qilishga bo'lmaydi. Ishikni taqib olganlar salomat qoladi. Abu Sufyonning uyiga kirib olganlar salomat qoladi. Kabaga kirib olganlar salomat qoladi. Nimel demigen bilen vədisi turupdu. İşkimizni bösüp kirmedi. U tosh yog'och bilan emas, qalbi bilan hukm suradi. Bu haqiqiy bir g'alaba. Sırtqı çıkıştan qo'rqyapman. Chiqimiz. Chiqishimiz kerak. Shunchalik xatolashdikmi? Yashash usulimiz xato edi. Joyimizga qapsilib qolgan edik. Xatolarimizdan qurboni bo'ldik. İbadet qilgan tangrilarimiz bizdanmi beter edi. Ana keldi. Hashamat holda Kabe kiryapti. Nait asırgıcı ve köyüngücü Allah'ın isim bilen başlayman. Öz vaqtida İbrahim'e Beytullah'ның ornini tayinlab berdik. Onunğa etdik ki, bana hiç narsani şerik keltirmegin. Tavap qilguvchilarga, qiyamda turguvchilarga, ruku qilguvchilarga, sajda qilguvchilarga mening uyimni paq qilgin. Butparastlik tugdi, hammani chiqib tashlanglar.
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Payg'ambarimiz intiqom olmadi ham og'izmadi. Makkani muqaddas shahar deb e'lon qildi. Hech kim qon to'kmaydi, daraxt kesmaydi, hech qanday jonliq o'ltirilmaydi. Uzun o'tmay butun Arabiston musulmon bo'ldi. Bu faqatla yangi dinga ishongani emas, balki islomning prinsiplariga, harakatlariga, hamma narsaga ishongan edi. Payg'ambarimiz vazifasini tamomlagan edi. Endi o'limning yaqinlashganligini his qilyotdi. Hammalarni to'plab, ularga oxirgi tablig'ini qildi. Ruhni Allohga taslim qilishdan burun monolarni dedi. Ey insonlar, gapimga yaxshi quloq solinglar. Sizlar bilan ortiq billa bo'lanmaydigan bo'ldim. Aranglardagi yo'qsullarni, ochliganlarning bir qismi bilan to'yg'izinglar. Ularni o'zinglar kiyganga o'xshash kiygizinglar. Allohning huzuriga borganda savobinglarningmi, gunohinglarningmi hisobini bersizlar. Bu yerdagilar, bu yerda emaslarni ogohlantirsin. Hammamiz odam otining nasllari. Eng yaxshi inson Allohga eng yaxshi hurmatini ko'rsatganidir. Deganlarimni unutmanglar. Urushmanglar. Azar berishlar yo'q bo'lsin. Shuni yaxshi bilinglarki, har bir musulmon bir-birining qarindishidir. Islomda irqchilik yo'qdir. Qarindishinglardan o'z ko'ngli bilan baginidan ortig'ini talab qilmanglar. Hech kimga zulm qilmanglar, o'zinglarga zulm qilishga yo'l qo'ymanglar. Aziz dindoshlarim, menmi bir banda. Azroil balkim Fatihanda meni ziyorat qilib kelib, meni bu fani dunyodan ib ketishi mumkin. Sizlarga bir kitob qo'yib ketaman. Alloh va Azza Jallaning menga nozil qilgan Qur'onini. Bu sizlarga yordamchi bo'lsin, sizlarga yo'l ko'rsatsin. Ondan ularga Qur'onning oxirgi so'rini takrorladi. Bular payg'ambarimizning emas, Allohning so'zlari edi. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Hazreti Muhammad alayhissalom milodiya 632-yili 63 yoshida vafot bo'ldi. Islom dunyosi buningga ishongisi kelmadi. Bundaq bir odam qandoqmi o'lsin, payg'ambarimizning eng yaqin do'sti Abu Bakr o'rnidan turib so'z qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga iymon etgan hamma odam bilib qolsinki, payg'ambarimiz o'ldi. Ammo Allohga iymon etgan hamma odam bilib qolsinki, Alloh mangu o'lmaydi. Muhammad alayhissalomni masjidning yeniga dafn qildi. Ammo bu din insonlarning qalbiga singan edi. U yerdan to'rt tarafga qarab borgan sir ko'paydi. İnsanlar ta hozirgacha Makkaga top-top bo'lib berishdi. Allohning oldida barobar bo'lgan musulmonlar har yili oppoq ikramni kiyib bir yerga yig'ilishdi va qalblari bir bo'lib sajdaga bordi. Faqatla bir Alloh uchun. أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.